Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun men sizga o'zim sevib o'qigan asarlarimdan biri O'tkir Hoshimovning Tushda kechgan umrlar romani haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. El mehrini qozongan O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov ushbu asarida aynan Afg'on urushining taassurotlari, o'sha urushdan keyingi qahramonlarning ichki kechinmalari bosh obraz Rustam orqali yorqin ochib berilgan. Ushbu asarni o'qiyotganimda menda juda katta taassurot qoldirgan bir kichkinagina voqeani sizlarga so'zlab bermoqchiman. Endigina emaklashda o'rgangan go'dak onasini izlay boshlaydi. Onasini o'liklar orasidan izlaydi. Emaklab u oxiri onasini topadi. Onasini topganidan xursand bo'lib qarsak chaladi. So'ngra uning ochiq ko'kraklarini ko'rib yanada xursand bo'ladi va o'sha ko'krakka u o'z og'zini tutadi. U go'dak hali hayotda hech narsani bilmasdan og'zi qonga to'ladi. Birgina shu jumlaning o'zi meni etimni jimirlatib yubordi. Chunki bu urushda ko'ryapsizki, hayotda hech narsani anglamagan, hech narsani ko'rmagan, hali ko'ngli oq qog'ozdek musaffo bo'lgan go'dak shu urushning ichida yuribdi. Shu urushning ichida u hali hayotni bilmasdan og'zi qon bo'lyapti. Buni bunday chiroyli tasvirni faqatgina o'tkir qalam sohiblarigina yoza oladi. Shuning uchun bo'lsa kerak, bu asarni boshlanishida o'qigan bu voqeam asarni yanada men uni ichiga kirishimga sabab bo'ldi. Men bu asarni 2 kunda tugatdim desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Ich-ichimdan bu asarga kirib ketdim. Chunki bu asardagi har bir voqea juda katta mahorat bilan tasvirlangan. Ayni o'sha paytdagi siyosiy tuzum, paxta yig'im terimining hattoki inson manfaatlaridan ham yuqori ekanligi, bu yerda insonning kasal bo'lib yotganligi, betobligi hammasi ahamiyatsizday. Bor kuchni paxta yig'im terimi siyosatga qaratilganligi, inson qadrining yo'qligi ham kuchli mahorat bilan tilga olingan. Bundan tashqari insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr oqibati, Rustam va Shahnozaning sof muhabbati, ularning sabr, qanoat bilan birga bir oila bo'lib yashaganligi hammasini chiroyli qilib tasvirlab bergan. Men bu asarni o'qir ekanman, sizlarga ham bu asarni o'qishni tavsiya etaman. Chunki bu asarni o'qiganingizdan so'ng bugungi kuningizga, hozirgi yashayotgan sharoitimizga barchasiga siz shukronalar aytasiz. Tinchlikning, xotirjamlikning qadriga albatta yetasiz. Hurmatli kitobxonlar, Tushda kechgan umrlar romanini albatta o'qing.